O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-dekabrdagi jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 421-sonli qarori hamda Navokon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tizimida 2025-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish chora-tadbirlar rejasiga asosan joriy yilning 23-25 may kunlari Navoiy shahridagi Sug'diyona o'yingohida yoshlar o'rtasida sportning an'anaviy mini futbol turi bo'yicha Navokon metallurgiya kombinati bosh direktori kubogi turniri o'tkazildi. Ushbu turnirning saralash bosqichlari kombinat bo'linmalarida, ya'ni Markaziy, Shimoliy, Janubiy, Qizilqum kon boshqarmalari, Navoiy mashinasozlik zavodi, Zarafshon qurilish boshqarmasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalar boshqarmasi hamda Navoiy maydoni bo'linmalarida o'tkazildi. Saralash bosqichlarida jami 350 ta jamoa ishtirok etib, 3000 nafarga yaqin yoshlar qamrab olindi. Saralash bosqichlari o'yinlarida g'olib bo'lgan bittadan jami 8 ta jamoa Navokon metallurgiya kombinati bosh direktori kubogi turniriga yo'llanma olishdi. 3 kun davom etgan turnir bu yilgi musobaqada ham eng kuchli jamoalarni, yangi yosh futbolchilarni kashf etdi. Yashil maydonda bo'lib o'tgan musobaqalar qiziqarli o'rtoqlik uchrashuvlari, gollar va tafsilotlarga boy bo'ldi. Yakuniy natijalarga ko'ra Qizilqum kon boshqarmasi jamoasi faxrli birinchi o'rinni egallab, kubok sohibiga aylandi. Navoiy mashinasozlik zavodi jamoasi ikkinchi o'rin, Shimoliy kon boshqarmasi jamoasi esa 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Navoiy metallurgiya kombinati yoshlar yetakchilar kengashi tizimida nafaqat sport tadbirlari, balki ma'naviy, ma'rifiy, zakovat, intellektual o'yinlar, innovatsion g'oyalar tanlovlari o'tkazilib kelinadi. Bularning o'sha eng final bosqichi 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Navoiy shahridagi markazlashtirilgan tadbirlarda amalga oshiriladi. Bugungi kunda kombinatimizda 14 mingdan ziyod yosh ishchi xodimlar ishlayotgan bo'lib, albatta yoshlarimizga har sohada keng sharoitlar yaratilgan. Albatta o'yinlar qiyin bo'ldi, jamoa harakat qildi va yakunda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, NGMK bosh direktori kubogini qo'lga kiritdi va albatta ushbu yoshlar respublika miqyosida bo'lib o'tadigan Vazir kubogi musobaqasida ham kombinatimiz sha'nini munosib himoya qilib, Vazir kubogini ham kombinatga sovg'a qilishni oldiga maqsad qilgan. Turnir tashkilotchilariga kattakon rahmat. Komandalarga katta rahmat. Turnir ajoyib o'tdi. Birinchi o'rinda oldik. Hamma komandalarga rahmat. G'olib jamoalar 3-o'rin sohibi 10 million so'm, 2-o'rin sohibi 20 million so'm, 1-o'rin sohibi 30 million so'm miqdoridagi pul mukofoti hamda Navokon metallurgiya kombinati bosh direktori kubogi bilan taqdirlandi. Shuningdek, turnir shartlariga ko'ra Shimoliy kon boshqarmasi xodimi Shahzod Toshpo'latov, Qizilqum kon boshqarmasi xodimlari Bekzod Ibragimov hamda Ahror Umurzoqovlar eng yaxshi to'p urar, eng yaxshi darvozabon hamda eng yaxshi o'yinchi nominatsiyalariga loyiq topilib, statuetkalar bilan taqdirlandi.